Amalga ketdi. Barchaga salom, sizlar bilan men Behuz bolalar. Bugungi videoda biz 13-qishloqqa keldik do'stlar. 13-qishloqqa ko'chib kelib bo'lganman. Mana 13-qishloq. Sizlar mashhur bo'lgan 13-qishloqqa keldim do'stlar. Do'stlar, mana bu uyga kiramiz. Kompot emas, bu meni uyim. Kompotga kiraylikchi. Hozir yo do'stlar, kanalimizda 50 ta obunachi bo'pti. Mana pullarim bor do'stlar. 2 ta telefonim bor, zapas telefonni olganman. Mega telefon qilayinda. Mana. Alo. Alo. Men qishloqqa kelgandim. Siz yo'q ekansiz-ku qishloqda. Biz qishloqlar bilan sayrga ketaverdik, safarga. Nima olib ketmadingiz? Sen uyingda yo'q ekansan-ku. Sayrga boramiz deydiga. Mayli bo'pti. Qishloqqa qaramadi. Bo'pti. Do'stlar, qishloqqa qarab o'tirdi. Men ketgan ekan. Nima qilamiz endi do'stlar? Qishloqqa qandaysan? Men tuyalarim yo'qolib qoldi. Qayerga ketib qolgan, topishi yo'q. Qani tuya? Men tuyalarim yo'q bor edi. Shu yo'qolib qolgan. Qani tuyalar? Sen sahrolikmisan? Ha. Shu tuyalar yo'qolib qolgan. Istasang senga narsa sotaman. Qani to'xta. Nimalar sotasan? To'xta. Buyoqqa ket, men tuyamni qidirishim kerak. Qani? Nima sotsan ekan? Nimalar chiqib qoldi. Mayli. Quduqqa borish kerak. Yana eshik qayerdan kelib qoldi? Mayli, merda uyi mana. Mer uyda yo'q. Hech qaysi qishloqlar uyi yo'q uyda. Mana uyda ham yo'q. Bu ham qishloqlar. Qayerga safarga ketgan bo'lishi mumkin. Topish kerak. Ketgan bo'lsa ketganda bir xildaylarga. Do'stlar, mana shunday qilib men 13-qishloqqa kelganman. Mana bu yoqqa kiraylik-da, men oradan qishloqni ko'rsataman. Hali ham ishlamayapsizlarmi do'stlar? Mana haqiqiy qishloq. Mana 13-qishloq kompotda. Qaylar. Ko'rdilaringmi? Qayerga yasaymizmi do'stlar? Xo'p, qayerga yasaymiz? Qayerga yasab? Qishloq uydamikan? Qo'shnim. Qishloqqa uydamisan. Bu ham uyda yo'q. Ketgan bo'lsa kerak safarga. Qayerga bo'lishi mumkin? Odatda qishloqlar shaharga dam olishga ketadi. Lekin men borgim kelardi, lekin bormayman-da do'stlar. Lekin 13-qishloqning atrofini ko'rsatib chiqaman. Mana do'stlar, qaranglar 13-qishloq atrofini. Katta ko'lga boraychi. Katta ko'l mana yerda. Katta ko'lda. Mana uchoq nima qilyapti? Qo'qonas chiqardi. Do'stlar, suv ketyapti. Uni qamoqlab qo'ygan, lekin qamoqqa yasamaganman. Xo'p do'stlar. Sizlarga bir narsani o'rgatib ketaman. Qaranglar, mening jonim pastda-ku. Ko'rasizlarmi do'stlar? Ko'rasizlar. Va uni tepada qilishni o'rgataman. Hozir settingga kirasizlar. Kirganlaringdan keyin mana videoni bosasizlar. Pastga tushganlaringda mana sizlarga simplayda turadi. Mana. Qaranglar. Simplayda turgan bo'ladi hozir. Qaranglar, o'tadi hozir mana. Mana videoga bosganlaringdan keyin simplayda turadi. Yemin o'xshamayapti, buni o'xshagan do'stlar. Sizlarda simplayda turadi. Keyin shuni fankiga o'tkazib qo'yasizlar.
keyin jonlaring pastda qoladi. Agar o'xshamasa qayta bosaveringlar, o'xshab qoladi do'stlar. Men mana shunaqa qilib olganman. Xo'p, nima qilsak bo'ladi ekan do'stlar? Admindan kreativni qilasakmikan? Bir narsalar, modlar qo'shib. Ha? Do'stlar? Ha, admindan kreativ sotib olaman. Qanunda telefon qilaylik adminga. Hozir telefonimni olayim-da. Admin nomerini hechiydi. Oxiri 72 edi. 72 admin. Alo. Assalomu alaykum admin. Va alaykum assalom. Ha, Behmuz nima deysan? Qishloqlar mer ketaverdi safarga. Ha, bilaman. Siz qayerdan bilasiz? Shaharga keldi, ko'rgandim. Qishloqqa sen xavotirsanmi? Ha, men xavotirman. Bo'lmasam yangiligim bor senga. Nima yangilik? Men senga kreativ beraman. Kreativdan narsalar qilib o'zing zerikmay o'tirasan. Yo, chindanmi? Rahmat admin. Bo'lsan kreativni bering menga hozir. Kreativni berdi do'stlar. Xo'p, kreativni berdi. Nima bo'ldi? Mana do'stlar, bizga kreativ berdi. Admin bizga kreativ berdi. Endi xohlaganimizcha zerikmasligimiz mumkin. Sho, do'stlar, endi xohlaganimizcha zerikmasligimiz mumkin. Biz nima qilamiz endi? Mana yerlarga boraylik, bu yerlarga boraylik-da. Xo'p, qayerda bo'lishi mumkin qishloqlar? Qayerda bo'lishi mumkin? Mana 13-qishloq. Do'stlar. Yangi qishloqlar qo'yib chiqsamchi? Stop do'stlar, mana shuncha narsa. Hozir negadir qo'tyapti makro. Mana ishlab ketdi. Shuncha narsalar. Mana qani go'lim. Paka. Tuxumlar. Zo'rnoqda ishlatib qo'yaylik mana. Bizning mana go'lim. Yon go'lim kerak edi. Bu nima? Yo, televizor. Mana yo'q qilish kerak. Bu yoqqa emas. Mening o'zim uyimga qo'yib qo'yaman. Yo'q qilish kerak buni. Qaytib yo'q qiladi endi buni. Qaytib yo'q qiladi buni endi. Bilet, qaytib yo'q qiladi do'stlar buni. Mana o'lib qoldi. Men nimaga yuribman? Uch yursam bo'ladi-ku. Hozir uyimizga o'rnatamiz. Mana ustiga. Hozir. Mana qo'yilib ketdi. Bilet. Mana o'ldiraman buni. Qachon o'ladi do'stlar? Qachon yo'qoladi bu? Kommentariyga tushib yozinglar mana. YouTube. Paka. Spavan notebook. Notebook ekan. Yangi notebook. Notebook ekan bu ham. Notebook. Buni ham yo'q qilish kerak endi. Yo'q qilish kerak. Ana yo'q bo'ldi. Iron golem. Do'stlar, hozir men qurol modini qo'shayinda. Qurol modi bo'lsa zo'r bo'lardi-ya. Kecha tushib qolyapti. Qurol modi qo'shaman hozir do'stlar. Mana do'stlar, biz ham modni qo'shib oldik. Faqat picha uxlab olaylik do'stlar. Mana uxlayotganda dekoratsiyalar bor. So'zni ko'rsam keyin uxlayman. Qani nima gapiradi hozir? Gapirmadi. Maza qildik do'stlar. Beqon deb olayin. Qachon kelar ekan? Bir haftadan kelaman. Bir haftadan keyin kelaman deb edik. Beqondan yuvoldik. Do'stlar, mana qo'shuvdim. Qo'shilganmikan? Qor modi qo'shilmabdi-yu. Qo'shuvdim lekin. Do'stlar, qo'shuvdim lekin. Ana qo'shuvdim. Hop, tuxumlarni ko'raylik-da. Yo'q. Do'stlar. Biz diskoteka xona quraylik. Rostdan diskotekaga narsalar olish kerak.
Nima narsa olsak bo'ladi ekan? Xo'p, bo'lmasam. Do'stlar, shu paytda admin menga bergan kredifi tugashiga 1 minut qolibdi. Shuning uchun ko'p narsalar qilib olish kerak. Aytgancha admin menga kreditivni 10 minutga berdi, 1 minut qolgan. Tez bo'lishi kerak. Qishloqqa nima yetishmayapti? Nima yetishmayapti? Mana bu yetishmayapti. Do'stlar, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos sizlardan do'stlar. YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan iltimos qilaman. Keyin mana buni ham bu 13-qishloq modda. Hozir mana bu ismi kim edi do'stlar? 13-qishloq modni kimni Telegram kanalidan oldim desangiz, men o'zlaring bilasizlar kimdan olganimni. Kommentariyaga tushib yozib ketinglar. Mana bu YouTube knopkani bu yoqqa qo'yib qo'yaylik do'stlar. YouTube knopka. Buni ham mazza qilib telefonga o'tiraman. Buni tugadi-ku. Do'stlar, bu motam tugab qoldi. Zato men mana o'yinni oldim. Qani Minecraft bo'lmagan do'stlar bunda. Hozir Minecraft o'ynatdim. Minecraft bor ekan. Qani kiramiz? Yo'q. Eski versiyasi ekan, do'stlar. Hozir Minecraftda 1.21.81 versiyasini o'tkazib olamiz Google'dan. Mana o'tkazildi do'stlar. Google'ga faylni yuklasak o'tkaziladi. Mana o'ynaymiz. 13-qishloqda. Hozir Telegram kiramizda. Mana Telegramga yozamiz. Mana fayllardan yuklab olamiz. 1 2 3 4 5 6 9 mana faylim yuklandi. Endi biz 13-qishloqda o'ynaymiz. Mana o'ynaymiz. Yo'q, qishloqlar, salom. Men kompyuter yo'q, o'zimiz keltiraman. Behos qandaysan, zo'masan? Men zo'man. Do'stlar, mana hayotda gapirmayapti, mana Minecraft. Mana unda gapiryapti do'stlar, mana bu. Buni nomi joystick. Joystick ig'aydiganni bu o'ynaydigan telefon. Dahshat telefon. Do'stlar, mana bu ham notebook, yo'q, televizor ekan. Mayli do'stlar. Sizlar bilan men behuz qoldim 13-qishloqda. 13-qishloqda kim qayda olganimni silkada qoldiraman. Shu akani kanal nomini qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men behuz